Orzularimizga yetamizmi o'zi? Ular haqida yillar davomida o'ylaymiz, gapiramiz, hatto ba'zida o'zimizni ularni amalga oshirishga ishontiramiz. Lekin yillar o'tadi. Orzu esa hamon o'sha joyida qoladi. Chunki ko'pincha muammo orzuning kattaligida yoki pulning kamligida emas, muammo bizda aniq reja yo'q. Masalan, uy olaman deymiz. Lekin qancha pul kerakligini, qachongacha olishni va bunga erishish uchun har oy qancha harakat qilishimiz kerakligini hisoblamaymiz. Shuning uchun maqsad aniq bo'lmagach, unga boradigan yo'l ham noaniq bo'ladi. Aslida esa katta maqsadni kichik va aniq qadamlarga bo'lish mumkin. Shu sababli maqsad xaritasi nomli bepul qo'llanmani tayyorladik. Unda maqsadingizni aniq summaga, muddatga va oylik rejaga aylantirib chiqasiz. Ya'ni shunchaki bir kun amalga oshiraman demaysiz. Qachon, qancha va nima qilish kerakligini bilasiz. Agar maqsad xaritasini bepul olmoqchi bo'lsangiz, hoziroq izohga maqsad so'zini yozib qoldiring.